Hozir sizlarga mana shu ikkita telefonni bir-biriga ulash video qo'llanmasini ko'rsataman. Birinchi navbatda chapdagi mana shu o'zingizning telefoningiz, ya'ni kuzatadiganingiz, farzandingiz yoki yaqin insoningiz yoki sevgilingiz. Xo'p, qarang, mana shu videoni tagida men silka qoldirganman. Ana shu silka orqali o'zingizning telefoningizga deb yozib qo'yganman, ilova deb. Ana o'sha silkaga bosib, maxsus ilovani skachat qilib olasiz. Mana telefoningizga o'sha maxsus ilovani skachat qilganingizdan keyin bu yoq joyga o'zingizning telefon raqamingizni kiritasiz. Keyin ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Telefoningizga SMS kod keladi. Mana shu SMS kodni mana shu joyga bosasiz va sizda mana ochiladi. Ulanmoqchi bo'lgan telefonimizga mana shu Glazok 2 ilovasini o'rnatib olganimizdan keyin Glazok 2 ilovasini ulanmoqchi bo'lgan telefoningizga Play Market orqali yuklab olasiz. Mana Play Marketga kirib Glazok 2 deysiz. Aynan mana shu ilovani o'rnatib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Siz ilovani ochamiz, barcha narsaga ruxsat beramiz. Xo'p, ochish joyiga bosamiz. Mana shu joyda kod so'raydi. Endi o'zimiz telefondan bolani qo'shish joyiga bosamiz. Bu yoqqa ismini kiritamiz. Misol uchun mana hozir просто tak ism yozamiz. Xo'p, rasm xohlasanglar qo'yasizlar, xohlasanglar X qilib olasizlar. Xo'p, tayyor qilamiz. Tayyor qilganimizdan keyin ozgina kutib turamiz. Keyin mana shu joyda mana bizga kod beradi. Mana shu kodni ulanmoqchi bo'lgan telefonimizga kiritamiz. N9MRXS kiritamiz. Endi podключить qilamiz. Mana endi bu yoqda mana hoji degan telefon qo'shildi bu yoqqa. Endi bu yoqdan barcha ruxsatlarni berib chiqishimiz kerak. Ulanmoqchi bo'lgan telefonimizdan razрешить qilib chiqamiz. Xuddi mana videoda ko'rsatayotgandek, hammalarga oson bo'lsin deb sekin tushuntiryapman. Endi fon rejimda ishlash uchun ham bunda bosamiz. Xo'p, mana mana shundan razрешитga o'tkazib qo'yasiz, любой rejimda. Xo'p, endi bu ham yonadi. Mana shularga e'tibor beringlar, yonish kerak. Mana yondi. Endi продолжить qilamiz. Xo'p, mana shu joyda ochilganda Glazok 2 admin joyidan mana shu ilovani ham yoqib qo'yasizlar. Barcha telefonlarda bu narsa bir xil bo'ladi. Faqat Android telefonlarda ishlaydi. Ulanmoqchi bo'lgan telefoningizda Android bo'lishi kerak. iPhone bo'lsa ishlamaydi. Xo'p, продолжить qilamiz. Mana shu razрешитni ham beramiz. Xo'p, bu yoqda mana Glazok 2 chiqadi. Xuddi shuni ham yoqib qo'yamiz. Endi qaranglar, atrof ovozini eshitishga bosamiz. Ham chap tarafdagi telefondan o'ng taraf qayerdadir bo'lsa, atrof muhitning ovozini eshitsanglar bo'ladi. Mana jonli tarzda. Ko'rdinglarmi? Bu telefonning ovozini bemalol eshityapman. Xo'p, endi buni mana kartadan ham ko'rib tura olaman. Ko'rishingiz mumkin, kamerasini ham kuzata olaman. Mana ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Sal ovozlanib bo'lib ketyapti. Mana chap tarafdagi telefon bu yoqdan bemalol kuzatib turadi. Bu telefon qayerda bo'lishidan, yerni qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar, siz buni telefoningizni kuzata olasiz. Eng qizig'i bu odam bilmaydi. Mana qaranglar, chiqib ketdim bu ilovadan. Mana bu Glazok haqqida shuni solasizlar-da, bekitib qo'yasizlar. Qaysidir mana ilovaga solib qo'yamiz. Bo'ldi. Bilmaydi bu odam bizani kuzatayotganimizni. Ko'rasizlarmi? Bo'ldi. Bemalol yuraveraman. Bu qayerda ekan, nima bo'layotgan ekan deb hayron bo'laveradi. Sizlar xohlasanglar mana oldi kamerasini ko'rasizlar, ham chap taraf bitta aylantirib, mana orqa kamerasini ham kuzatsanglar bo'ladi. Hozir mana do'stib orqa kameraga o'tadi. Mana do'stib hozir orqa kameraga o'tdi. Bu odam qat'iy yurishidan qat'iy nazar bemalol mana kamerasini kuzatib o'tirasizlar, nima qilayotganini bilib olasizlar. Mana tez ham ishlaydi. Bu odam sezmaydi. Bu odam o'zini ishini qilib yuraveradi. Sizlar bo'lsa kameradan kuzatib o'tirasizlar. Bu funksiyalarni hammasidan foydalanishingiz uchun bitta qiladigan ishingiz bor. Qarang, shaxsiy profil joyiga bosasiz. Bu yerdan shaxsiy profilingizni tanlaysiz. Sizda mana bepul tarifida turgan bo'ladi. Shu yerdan o'zingizga kerakli tarif tanlab olasiz. Xohlasangiz 1 oylik, xohlasangiz 3 oylik, narxi ham arzon. Shunda bitta tarif tanlaysiz. Hisob to'ldirish joyiga bosasiz. Mana ko'rishingiz mumkin 1 oylik tarif va narxi. Xohlasangiz bu yerdan Paynet, Click yoki Payme ilovasi orqali hech qanaqa kartangizni ulamasdan osonlik bilan to'ldirasiz va mazza qilib shuncha funksiyalarni ishlatasiz. Yaqin insoningizni kuzatasiz. Hoziroq kirib, mana shu men ko'rsatganimdek kirib, ilovani hisobini to'ldirib, mazza qilib foydalaning.